2012-yil ishlab chiqarilgan Captiva 3 avtomobili. Moshdan kraskalar radnoy ekan, moshdan holati zo'r ekan haqiqatdan. Balonlargacha, diskalargacha hammasi zo'r holatda turibdi. Mana Captiva 2 diskasini yumshoq yo'llanmani taqib qo'ygan ekanlar. Lekin Captiva 3 o'zi moshinani 2012-yil Captiva 3larni birinchilaridan laboylarigacha but-butun, faqat benzinga harakatlangan, salon holatlari juda ham zo'r. 204 shunaqa atrofida yurganmi? Shunaqa ekan, hozir anig'ini aytaman. 249 ming yurgan ekan. Test monitorlama. Salonlari ham shu haqiqatdan zo'r holatda turibdi. Luklarigacha, motor ishlashlarigacha hamma narsasi zo'r ekan. Bitta aybi mana shu joyda ozgina qirilgan joyi bor ekan. Atak bilinmas bo'lib turibdi. Farlargacha hammasi zo'r. Orqa silenlarigacha ham juda ham top-toza holatda turibdi. Bemalol hamyonni ko'rib tekshirib qo'yishga qolsa bo'ladi. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q ekan. Motor ishlashlari, hadolar hammasi zo'r ekan. Olib mazza qilib haydashingiz uchun 8700 ga beramiz, bosib olinglar.